Nonushtaga hech narsa yemasdan quruq ko'feni o'zini ichadiganlarni diqqatiga. Agar siz zavtrakka ko'feni o'zini ichadigan bo'lsangiz, bunda o'tqopingiz zog'i bilan 10, 15, 20% qisqarishi mumkin. Oxirigacha qisqarmaydi. Qachonki o't qopi oxirigacha yaxshi qisqarmaydigan bo'lsa, o't qopida o't dimlanadi, quyiladi, poliplar paydo bo'ladi, toshchalar paydo bo'ladi. Keyinchalik doimiy shunaqa davom etadigan bo'lsangiz, toshlaringiz ko'payadi, keyin har xil jiddiy muammo kasalliklarga olib keladi. Eng asosiylarini aytadigan bo'lsam, bu albatta qabziyatga, ich qotishiga, ich kelmasligiga, teridan, og'izdan noxush hid kelishiga, dog'larga, yuzlarni xiralashishiga olib keladi. Xo'p, bundan tashqari agar siz mana shu oddiygina ko'fega mana qo'limdagi MCT yog'ini qo'shib turib, mana qo'shdingiz. Qo'shganingizdan keyin bu MCT qo'shilgan kofe brownie kofega aylanadi. Xohlasangiz qop-qora amerikanoga qiling, xohlasangiz o'simlik sutidan tayyorlangan bodom, kokos sutidan tayyorlangan sutli kofelar, kapuchino, lattelarga ham xuddi shunaqa MCT yog'ini qo'shib yuboradigan bo'lsangiz, bu brownie kofe bo'ladi. Ana shundan keyin siz yog'li kofeni ichadigan bo'lsangiz, shunda o't qopingiz oxirigacha qisqaradi, safro yaxshi ajraladi, ichlaringiz bilan bog'liq, tashqi ko'rinishingiz, toshmalar, dog'lar bilan bog'liq, hidlar bilan bog'liq muammolar ham bo'lmaydi. Bundan tashqari brownie kofe shunaqa zo'r sizga energiya, quvvat beradi va bundan tashqari to'qlik hissini beradi. Shuning uchun kofeni ichmoqchimisiz? Iloji boricha mana shu MCT yog'ini qo'shib turib ichishga harakat qiling. Yana kofe to'g'risida ko'p ma'lumotlar bor. Xudo xolasa keyingi videolarda bu haqda ham ma'lumot beraman. Bu videoni bo'lsa bilasiz, zavtrak qilmasdan faqatgina kofe ichib yuradigan yaqinlaringizga yuborib qo'ying.